Assalamu alaykum, hürmetli televizor körgüçüler. Dünya Uygur Kurultayı Tor Televiziyasının günlük haberler programımıza hoş geldinler. Ben İftihar Abdurşid. Hürmetli körürmenler. Tövende diqqatinglar günlük haberler programımızın tafsilatı bolsun. Amerika Devlet Meclisi Kengash Palata a'zosi Marco Rubio BDT Kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet'ga xat yozib, Sharq Turkistonning kishilik huquq ahvoli haqidagi dokladni darhol e'lon qilishni talab qilgan. Marco Rubio Michelle Bachelet'ga yozgan xatida mundaq degan: Siz 8 ayning 31 kuni vazifangizdan ayrilish oldida turyapsiz. Ammo bu doklad texiç kömilgen yerde turyapti. Xabarlardan bilishimizcha, Xitoy diplomatlari Astirdan yo'l mengib bu dokladning e'lon qilinishiga to'sqinlik qilyotibdi. Xitoy Kompartiyasining bu dokladni oshkorlashni 1 minut bo'lsin kechiktirishiga va sha'ningizga texmi dog' tekkizishiga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Men Davlat Majlisi Xamchot ajratish komitetining bir a'zosi bo'lish sifatim bilan Amerikaning BDTga ajratayotgan pulining nega ketayotganligini tekshiraman va ishxonangizni bu dokladni darhol e'lon qilishga chaqiraman. O yana maktubida BDT kishilik huquq ishxonasining o'z rolini tuzuk ado qila olmaganligini eskartib, Xitoy Kompartiyasining irqiy qirg'inchilik jinoyatini balduroq oshkorlab, ularning Uyg'urlar va boshqa millatlarga qilayotgan kishilik huquq jinoyatlarini eslatib qo'yish kerak edi degan va Amerika hukumatining u jinoyatlarni allaburun irqiy qirg'inchilik jinoyati deb bekitib bo'lganligini ta'kidlagan. 2018-yili BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasi kommunist Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi kishilik huquq jinoyatlari haqida bir dokladni tayyorlagan edi. Oradan 4 yil o'tib ketgan va Michelle Bachelet Sharq Turkistonni ko'rib kelgan bo'lsa-mu, bu doklad e'lon qilinmagan. Ma'lumotlarga qaraganda, Xitoy hukumati bu dokladni e'lon qilmaslikka besim qilayotgan bo'lib, navbatda bu dokladning e'lon qilinmasligi BDTning kishilik huquqni qo'g'dash jihatidagi xalqaro nufuziga taqishadigan muhim masala bo'lib qolgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, BDT tarafidan tayyorlangan Sharq Turkistonning kishilik huquq ahvoli haqidagi dokladning mushu hafta ichida e'lon qilinish ehtimolligi kuchli ekan. Dünya Uygur Kurultayı'nın reisi Dolqun Aysaning vatan ichi va chet eldagi siyosiy kurash hayoti tema qilingan inglizcha Xitoyning erkinlik to'ziqi nomli kitobi Hindistonning Haranant nashriyati tarafidan nashr qilinib 3 avgustdan e'tiboran setishga chiqarilgan edi. Dolqun Aysa 8 avgust kuni o'zining Twitter hisobida bu kitobi haqida mundaq deb yozgan: Bu kitob mening o'z kechmishlarimga asosan yozildi. Buningki maqsad kishilarni Xitoy Kommunist partiyasining xatiridan hushyor bo'lishga undash. Garchi men erkin dunyoda yashayotgan bo'lsam-mu, davomli adolatsizliklarga uchrab keldim. Erkinlikim tortib olindi, g'ururim dafsan qilindi, tutildim, savol so'roq qilindim. Dolqun Aysa mundaq deydi: Bu kitobda Xitoyning Yevropadagi erkin dunyoda yashayotgan mangla emas, mang o'xshash ko'plagan Uyg'urlarni o'z chang'iliga elishga, cheklashga va ziyonkashlik qilishga urinib kelganligini, ammo uningga qarshi bo'shashmay kurash qilgandala natija qozong'ili bo'lganligini ko'rsatishga tirishdim. Mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan chegara halqagan ziyonkashliklari ro'shan holda yo'ritib berilgan ingliz tilidagi 292 betlik mazkur kitob oldimizgi kunlarda boshqa tillarga tarjima qilinadi. Xitoy 8 avgust dushanba kuni Tayvan atrofidagi dengiz rayonida davomli harbiy manevr qilganligini jakarladi. Uning rayondagi dengiz transporti va havo transportiga tahdid soldigan bu harbiy manevri Amerika Avam Palata raisi Nancy Pelosining ziyoratidan keyin jiddiylashgan rayon vaziyatini yanada jiddiylashtirib etgan. Amerika Birlashma Agentligining xabar qilishicha, Xitoyning bu manevri suv osti paraxodlariga qarshi turish manevrini o'z ichiga olgan bo'lib, buning bo'lg'is tajovuzchilikda Tayvanni qo'g'dayotgan Amerika paraxodlariga taqobil turishni maqsad qilganligi faraz qilinmoqda ekan. Aslida Biden hukumati 5 avgust kuni Xitoyning Amerikadagi elchisini rasmiy chaqirtib, Xitoyning Tayvan atrofida boshqariladigan bomba atganligini ayiblagan edi. CNN televiziyasining tonilgan siyosat analizchisi Farid Zakariyaning bu vaqtdagi maxsus programmasiga qatnashgan tonilgan mutaxassislar Xitoyning bu masalani qasddan yo'g'ontishdagi sabablarini sharhlab o'tgan. Kaliforniya universiteti 21-asr Xitoy tadqiqot markazining raisi Susan Sherk xonim Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning oldimizgi kunlarda ichildigan Xitoy Kompartiyasining qurultayidan avval o'zining davlat ichiga qaratgan siyosatlardagi mag'lubiyatga qartilgan diqqatni boshqa yoqqa burashga urinayotganligini bildirgan. U mundaq degan: Xitoyning buningga farqli inkas qaytarish imkoni bor edi. Chunki Nancy Pelosining Tayvan ziyoratidan ilgari Amerika hukumati Xitoyga ahvolni nihoyat yaxshi tushuntirib, Amerika hukumati va davlat majlisi o'rtasidagi huquq va kuchning o'z oldiga mustaqil ekanligini eskartgan edi. Biroq Xitoy buning intayin qattiq inkas qaytarishni tanladi. Buning orqasidagi asosli harakatlantiruvchi kuch Xi Jinpingning ichki siyosatlari.
U bu yil kuzda 3-chi qitim davlat raisligiga vazifasiga o'ltirdigan Kompartiya qurultayini ichish oldida turdi. Uning xato siyosatlari natijasida iqtisod tövalladi. Nihoyat qattiq virus cheklash siyosatlari xalqda norozilik paydo qildi. Ukraina urushida Rossiya bilan hamkorlashdi. U yana xususiy korxonchilarga yanama ilgirlab zarba berdi. Bu ishsizlikning yanama ko'payishiga yo'l ochdi. Mana shularning hammasi Xi Jinpingning partiya qurultayi oldida ishini qiyinlashtiradigan vaziyatlardir. Shunga u Tayvan masalasini xalqning diqqatini ishki masalalardan buraydigan va armiya bilan munosabatni qo'yiqlashtirgan bir fursatga aylantirmoqda. Darvaqa Xitoyning Tayvan atrofidagi harakatlariga qarshi 8 avgust kuni Amerika kuchli inkos qaytardi. Ya'ni Amerika Hindiston bilan Xitoyning chegarasiga intayin yaqin joyda birlashma harbiy manevr e'lon qilganligini jakarlash orqali zo'r diqqat qo'zg'adi. Mazkur manevr Hindiston bilan Xitoyning talash tortishidagi chegarasidan 100 kilometr yiroqlikka to'g'ri kelgan bo'lib, bu o'rinda Hindiston Xitoy armiyasi qonliq to'qnashgan edi. CNN televiziyasining xabar qilishicha, bu harbiy manevr oktyabrning o'ttirlarida o'tkaziladigan bo'lib, yuqori darajalik urush mashqini asos qildi ekan. Amerika Davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi birlashma manevr haqidagi savollarga javob berganda, Hindiston bilan bo'lgan hamkorlikni Hind-Tinch okean rayonining erkin va xalqaro ochiqlik haqidagi o'rtaq ko'z qarash bu hamkorlikning eng muhim omili. Bu manevr bizning bir qator rayon xarakterlik bexatarlik xiristlarini hal qilish iqtidorimizni o'stirishni maqsad qilgan deb tushundirgan. Nurg'ulg'an kuzatuvchilar o'zlarining Twitter'dagi uchurlarida bu qatimliq Amerika Hindiston manevrini Xitoyga berilgan intayin kuchli bir signal deb qaramoqda. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining Yaponiyadagi Uyg'urlarni qo'llayotgan siyosiy partiyalar va yerlik ommaviy tashkilotlarning hamkorligida 2021 yili 2-oyda butun Yaponiya miqyosida boshlatgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini anglatish faoliyati izchil davom qilmoqda. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish, ko'rgazma, axborot e'lon qilish va muhokama yig'inlari o'tkazish qatorliq ko'p xil shakllarni o'z ichiga olgan mazkur faoliyat boshlangandan buyon Yaponiya Uyg'ur jamiyatining fidokor a'zolari o'xshamaydigan 30 o'lka va shaharda 100 maydondan ko'proq faoliyat ilib bordi. Faoliyat jarayonida Xitoyning irqiy qirg'inchiligi bayon qilingan jami 100 ming atrofida tashviqot varaqchisi tarqatdi. Yaponiyaning Hiroshima shahriga atom bombasi tashlanganligining 77-yilligini xotirlash kuni fursatidan foydalanib, Yaponiya Uyg'ur jamiyati bilan Hiroshimadagi parlament a'zolarining o'rtaq o'rinlashtirishi bilan 8-oyning 1-kunidan 5-kunigacha Yaponiyaning Hiroshima shahrida o'tkazilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi temasidagi rasm ko'rgazmasi va Yaponiya parlament a'zolarining o'z ichiga olgan 150 nafardan ortiq kishi qatnashgan guvohlik berish yig'ini dunyoning har qaysi ellardan xotirlash faoliyati uchun kelgan insonlarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi nomli bu faoliyatga sohibxonlik qilgan Hiroshima o'lkalik parlament a'zosi Yamaki apandi Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga qilgan so'zida Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lishning Uyg'urlar va yaponlarning kelajak uchun muhim ekanligini ta'kidlab mundoq dedi. Biz yaponiyaliklar Uyg'urlarga nima qilib bera olamiz degan nuqtada turib, biz yerlik parlament a'zolari qo'limizdan keldiganini qilyapmiz. Uyg'ur xalqi duchor bo'layotgan bu fojiani ko'plagan yapon xalqiga bildirish, yaponlarning ham Uyg'urlarning kelajak uchun nihoyat muhim deb qarayman. Söz erkinligi bo'g'ib tashlangan, jismoniy jihatdanmi nohaq tutqun qilinayotgan qora tushning Yaponiyaning yanida yuz berayotganligidan iborat bu reallikka biz yaponiyaliklar astoydillik bilan yuzlanmasak bo'lmaydi. Xitoy hukumatining o'zgarishidan umid kutgili bo'lmasimi, hech bo'lmasa Yaponiyada yashayotgan Uyg'urlarga bo'lsimi yor yo'lakda bo'lish uchun kuch qo'shqimiz bor. Buningdan keyinmi davomli Uyg'urlar bilan hamkorlashib faoliyat ilib berishni davom qilamiz. 2022 yili 2-oyning 1-kuni Yaponiya parlamenti Avam palatasida Uyg'ur masalasi to'g'risida tunji qatimliq qaror mutlaq ko'p sonli parlament a'zosining qo'llashi bilan rasmiy ma'qullikdan o'tgan edi. Uyg'ur qatorliqlarning ig'ir kishilik huquq vaziyati to'g'risidagi qaror deb atalgan mazkur qaror Yaponiya parlamentida Xitoyga munosabatli kishilik huquq to'g'risidagi tunji qatim ma'qullangan qaror hisoblanadi ekan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.